Bo'pti do'stim, yaxshi bor. Mayli Sherzod, Yaramas. ko'rishamiz. Xo'p. Men bundoqqa cho'zilmasdan. Nega buncha ichkarida qolib ketdinglar, a? Mana uning izi sharofatini deb menga jarima yozishdi. Endi 370 ming so'm to'lashim kerak. Shu yetmay turganda o'zi. Bola bo'lmay har bola bo'lgan. Menga qara, onangni bir o'zi, a? Nima qilsin? Ro'zg'orga qarasinmi, seni jarimang to'lasinmi? Nega turtasiz meni? Qo'li 8 ming menga. Voy. Yana gap qaytaradi-ya? Menga qara, yarim kechasida birovni fermasida pishirib qo'yuvmidi? Qisqaroq yo'ldan uyga qaytamiz deb kirib qoldik-da bu. Haliyamchi, militsiya amaking shu gaplaringga ko'ndi. Ochilmagan o'g'irlik, bezorilikni bo'yningga bosganda nima bo'lardi? Sherzod, sen meni juda ham charchatyapsan. Bunga sen qattiq qo'l bo'la olmading-da, qizim. Bo'sh qo'yib qo'yding. Yo'q, bunga erkak kishining tarbiyasi yetishmayapti. Endi meni ham, menga qo'shib sizni ham kuydiradi bu bola. Menga qara. Bor sen uyga boraver. Orqangdan yetib olamiz. Xo'p bu.